Ular farzandim bor deb menga aytganlar. Men qariyman deganlar. Ikkinchisi homilador deganlar. Xo'p deganman. Men tashab qo'ymayman ikkinchisini ham. Unga ham qariyman. Men haligacha o'sha kartasidan pul tashab, nimadir dorilar kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa hammasini qilaman. Chunki men farzandlarim ko'chaga tashab qo'ymayman deganlar. Men buni qabul qilganman. Meni hayotimda hozir hech kim yo'q. Men uylanmoqchiman deb aytganlar menga. Men rozi bo'lganman. Ungacha biz gaplashganmiz. Atamdan borib rozilik olib kelganlar. Onalari bilan tanishganlar. Bu to'ygacha ancha vaqtimiz o'tganda birgalikda. Men hech kimni hayotini buzib kirmadim. Men birovni bolasini yetim ham qiladigan qiz emasman. Agar turmush o'rtog'im ikkinchi farzandlari ham eson-omon tug'ilsa, olib kelib shuni boqasan deb menga olib kelsalar, men boqaman. Chunki bola u. Men hech qachon yosh bolalarga nafrat bilan qarab, birovni bolasi yo anu ayol yo bu ayollarni men doim hurmat qilganman. Hech qachon hech kimni tanlovini men haqorat qilmayman. Birga yashash va ajralish ayb emas. Kimdir taqdiri bir-biriga to'g'ri kelmagan bo'lsa, misol ularning hayoti yashashgan, bir-birlariga to'g'ri kelishmagan, nima sabab bilan men bilmayman, ajralishgan. Ikkinchilari bilan ham shunaqa nimadir sabab bilan ajralishgan. Muhimi, ularni ajratgan inson men emasman. Mengacha ular ajralishgan va hozir hayotlarida men borman. Kimni qadriga yetadi, ikkinchisini qadriga yetmagan, birinchisini qadriga yetmagan boshqa borib o'zlari gaplashsin o'zaro. Men misol uchun menga qiziq emas. Men aytdim, 10 ta farzandlari bo'ladimi ko'chada, 100 ta farzandlari bo'ladimi? Menga aloqasi yo'q deganman. Agar uyga olib kelib, shu bizni farzandimiz, katta qilamiz desalar, men с удовольствием katta qilaman. U farzandlarni men hech qachon nafrat bilan qaramayman, yaxshi ko'raman. Qaytanga o'sha birinchi farzandlarini rasmini ham ko'rganman, juda ham shirin bolacha.